Assalomu alaykum. Mavzuyimiz differensial narxlashning afzalliklari, kamchiliklari va bularni amaliy misollarda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi o'rinda narx tushunchasiga to'xtalsak, narx bu tovar yoki xizmatning puldagi ifodasi hisoblanadi. Ya'ni iste'molchilarni xarid qilishi uchun to'lashi lozim bo'lgan miqdor hisoblanadi. Narx bozor iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. Ya'ni resurslarni taqsimotiga ta'sir o'tkazadi, talab va taklifni muvozanatlashtiradi va hamda ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantiradi. Xo'sh, bugun gaplashadigan narx turimiz esa differensial narxlash. Differensial narxlash bu bir xil mahsulot yoki xizmat uchun turli mijozlarga turlicha narx belgilash usulidir. Differensial narxlashning 3 ta asosiy turi mavjud. Bu birinchi darajali narx diskriminatsiyasi, ikkinchi darajali va uchinchi darajali narx diskriminatsiyasi. Xo'sh, birinchi darajali narx diskriminatsiyasiga to'xtalsak, birinchi darajali narx diskriminatsiyasida asosan har bir mijozning qancha to'lashga tayyorligini aniqlab, aynan o'sha narxda mahsulot sotiladi. Misol uchun, hozirgi kunda amalda kam qo'llaniladi, lekin maxsus xizmatlar, ya'ni advokat, dizayner konsultatsiyalarda ko'proq uchraydi. Ikkinchi darajali narx diskriminatsiyasi bu narx miqdoriga bog'liq. Narx miqdorga bog'liq bo'ladi. Ya'ni misol uchun bozorga borganingizda siz qanchalik boshqa do'konlarda aniq bilmayman qanday ishlashini, ammo bozorga borsangiz mahsulot ko'proq xarid qilganingiz sari narx pasayishni boshlaydi, ya'ni arzonroq olasiz. Buni misol qilsak bo'ladi. Xo'sh, 3-darajali narx diskriminatsiyasi esa xaridorlar toifasiga qarab narx belgilanadi. Misol uchun, avtobus yoki umuman jamoat transportlaridagi to'lovlarni misol qilsak bo'ladi. Bolalarga bepul, talabalar o'z kartochkasidan to'lanadi, ya'ni kartasi mavjud, nogironlarga yoki pensiya yoshidagilarga ham bepul. Mana shuni misol qilsak bo'ladi 3-darajali narx diskriminatsiyasiga. Differensial narxlashning afzalliklari nimada? Daromadni maksimal darajaga yetkazadi, ya'ni har bir segmentdan eng ko'p foyda olish mumkin. Bozordagi har bir toifaga xizmat ko'rsatish imkoni. Ba'zi segmentlar umuman mahsulotni xarid qilish imkoni bo'lmaydi, lekin bu narxlash sistemasida bular ham chetda qolmaydi. Xo'sh, raqobatda ustunlik arzon variantlar orqali raqobatchilarning mijozlarini o'ziga jalb qilishi mumkin. Resurslardan to'liq foydalanish mumkin. Albatta, hamma narsada afzallik bo'lganda kamchiliklar ham mavjud. Kamchiliklari esa axborot asimetriyasi, ya'ni xaridorlar narxdagi farqlarni aniqlab qolsa, kompaniyaga nisbatan ishonch yo'qoladi. Ya'ni u misol uchun u qimmat narxda sotib olib, boshqa tanishi arzonroq narxda sotib olsa, bu iste'molchilar norozilik tug'dirishi mumkin. Xo'sh, va qayta sotish mumkin, ya'ni sizdan arzon narxga xarid qilib, boshqa joyda buni qimmat narxga sotish mumkin. Yuqori texnika va marketing xarajatlari kabi kamchiliklari mavjud. Keling, endi amaliy misollarda ko'rib chiqsak. Bunga misol qilib Yandex.Go'ni olsak bo'ladi. Misol uchun Yandex.Go'da siz agar Plus obunasi sizda bo'lsa, sizga boshqalarda Plus obunasi bo'lmaganlarga nisbatan sizda chegirmalar bo'ladi. Ya'ni ayniqsa komfort bizneslarda siz boshqa foydalanuvchilarga nisbatan arzonroq ishlatishingiz mumkin. Va yana bitta qulayligi mavjud. Misol uchun, agar siz foydalanuvchi odatlariga qarab narxlarni belgilash, ya'ni siz tez buyurtma berishingizni yoki bersangiz yoki birinchi marta ushbu ilovaga kirib taksi xizmatidan yoki boshqa xizmatlardan foydalansangiz, sizga chegirmalar beradi birinchisiga. Keyingi misolimiz esa Netflix. Netflix har xil turli mamlakatlar uchun turli narxlarni belgilaydi. AQShda Netflix $15 boshlansa, Hindistonda esa $5 bo'lishi mumkin ekan. Bu har bir bozorga to'lovga tayyorligiga qarab belgilanadi. Ikkinchisi esa avia chiptalar. O'zbekiston Airways va Turkish Airlines'lar. Misol uchun, siz agar biron bir joyga uchishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, qanchadir vaqt oldinroq biletlarni bron qilib qo'ysangiz, sizga narx o'sha paytdagidan ko'ra arzonroqqa tushadi. Va avia chiptalar olishda yana bir
bir toifa mavjud. Ya'ni siz toifangizga qarab ham chiptalar sotib olishingiz mumkin. Ya'ni toifangizga qarab chipta narxi o'zgaradi. Misol uchun mavsumiy ishga ketadiganlar uchun chipta narxi boshqacha, yoki universitetga o'qish uchun ketayotganlar uchun chipta narxi boshqacha, sayohat uchun va malakaviy, ya'ni u yoqqa ishlashga ketayotgan bo'lsangiz, malakali xodim sifatida ketayotgan bo'lsangiz ham chiptalarga boshqa narxlar, ya'ni farqlanadi demoqchi. Mobil operatorlar Beeline, Ucell, Mobius. Bularda ham har xil mijozlarga qarab turib narx belgilanadi. Aynan bir xil narx emas demoqchiman. Misol uchun talabalarga boshqacha narx, qulayliklar, trafiklar boshqalarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi, yoki agar yoshi kattalar xarid qiladigan bo'lsa, ko'proq telefonda gaplashgani uchun ularga internet trafik kamroq kerak bo'lgani uchun faqatgina aloqa uchun ko'proq vaqt berib, internet trafiklarni kamroq tariflari mavjud. Va shu bilan rahmat e'tiboringiz uchun.